Bu videoda siz buyrak kasalliklarining 5 ta eng asosiy belgilarini bilib olasiz va eng muhimi, qaysi holatda vaqtni boy bermasdan shifokorga murojaat qilish kerakligini tushunasiz. Siz bilan Zarmet Prediction Universitet klinikasi. Sog'liq bo'yicha foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Demak, boshladik. Birinchi belgi tez charchash va umumiy holsizlik. Buyraklar organizmni zararli moddalardan tozalab turadi. Agar ular to'liq ishlamasa, bu moddalar tanada to'planib qoladi. Natijada siz o'zingizni doim charchagan, kuchsiz his qilasiz. Hatto yaxshi uxlasangiz ham energiya yetishmaydi. Ko'pchilik buni oddiy charchoq deb o'ylaydi, lekin bu buyraklar bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi belgi hojatga chiqishdagi o'zgarishlar. Siz odatdagidan ko'proq yoki kamroq hojatga chiqayotgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zida kechasi ham tez-tez uyg'onib ketish kuzatiladi. Bu buyraklar suyuqlikning to'g'ri boshqara olmayotganligining belgisi bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi, lekin bu muhim signallardan biri hisoblanadi. Uchinchi belgi tana va yuzda shish paydo bo'lishi. Ayniqsa ertalab ko'z ostida shish paydo bo'lsa yoki oyoqlarda shish kuzatilsa, bu buyrak bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sababi buyraklar ortiqcha suyuqlikni chiqarib yubora olmaydi va u tanada yig'ilib qoladi. Bunday holatlarda vaqtni boy bermasdan shifokor ko'rigiga yozilishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi belgi bel sohasidagi og'riq yoki noqulaylik. Buyraklar aynan belning pastki qismida joylashgan. Shu sababli bu hududdagi og'riq buyrak bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu og'riq doim bo'lmasligi mumkin. Ba'zida kelib ketadi, ba'zida kuchayadi. Ayniqsa buyrak toshlari yoki yallig'lanish holatlarida bu belgi tez-tez uchraydi. Beshinchi va eng muhim belgi siydik rangining o'zgarishi. Siydik juda to'q rangda, loyqa yoki odatdagidan boshqacha ko'rinishda bo'lsa, bu buyrak faoliyati buzilganidan dalolat berishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu jiddiy kasalliklarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Bu belgini aslo e'tiborsiz qoldirmang. Eng to'g'ri yo'l bunday belgilar paydo bo'lganda vaqtni boy bermasdan tekshiruvdan o'tish. Zarmet Prediction Universitet klinikamizda buyrak kasalliklarini aniqlash uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Klinikamizda oliy toifali tajribali mutaxassislar zamonaviy diagnostika uskunalari yordamida aniq tashxis qo'yadi. Zarur bo'lsa, operatsiya ham o'tkazishadi. Agar siz Samarqandda bo'lsangiz va yuqoridagi belgilar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, sog'lig'ingizga e'tibor bo'lmang. Manzil va aloqa raqamlari pastda qoldirilgan. Hoziroq murojaat qiling.